Assalomu alaykum qadrli YouTube chorva ishqibozlari, bor barak kanali obunachilari. Akalar, novvosimiz bor 100 Greenford. Xonadondan yeb ichib turgan tani joni sog'. Novvosimiz xudo xolasa, akalar novvosimizni ko'rsatishda davom etamiz. Siraytirib olarkanmiz ekranini. Hop. Moslab olamiz. Hop akalar, novvosimiz tish buzmagan. O'shuni ko'rdik, tish buzmagan akalar. Bo'ylari 1.25, 1.24 olaverasizlar. O'lchaymizmi aka buni bo'yini? Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. Novvosimiz yeb ichib turgan tani joni sog' novvos. Mana akalar, orqalaridan ko'rinishlari. Xudo xolasa kim olsa ham maza qiladi. Urug'liqqa ham olsangiz bo'laveradi jigarlar. Yeb ichib turgan. Borgandan keyin yeb ichishni sinab ko'rib olasizlar. Hop, pisib olyapti mana. Tepaga yozsak, balat bo'ladi. 25 ekan. Mana so'z isboti bilan pisib olyapti mana. Qarab tur. Mana. Tagini ko'rsak, tagini. Tagi mana akalar 1.25 ga olaverasizlar. Bo'ladi 1.25. Ko'rdilaring akalar. Bunday ko'rsa 26 ham chiqadi. Mana akalar. Hop. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Yeb ichib turgan. Borgandan keyin akalar yeb ichishini ko'rib olasizlar. Havodan yuqadigan kasallarga javob bermaymiz akalar. Xudo xolasa novvosimiz yeb ichib turibdi. Tani joni sog'. Mana akalar. Boshini ko'tarmay yeydi. Bor shay yeb ichishini ko'rib tekshirib olasizlar. Mana. Hop, ko'tar boshing mana. Qanaqa paroda deganlar mana 100 ga 100 Greenford akalar. Mana odam olarganmiz. 100 ga 100 Greenford. Aka, mana shu novvosni olib kelganingizga qancha bo'ldi aka? 3 oy bo'ldi, rosa to'g'ri. 3 oy bo'ldi. Bo'yi necha olib kelganingiz aka? Buni 14, 13 shunaqa. 1.14, 1.13. Hop, 1.14, 1.13. Hozir 1.25 chiqyapti bo'ylar. Akalar, xudo xolasa. Sheriga bordik, sotib. Hali kichkinasini sotib oldik, 21 millionga ketdi. O'shandaylarda kelgan. 3 oy bo'lyapti akalar. Qiziqadiganlar, novvos ishqibozlariga tavsiya berasizmi aka? Boqishlarini. Kamba ham bo'ladi-da bular. Yeydi, ichadi, semirar yana bular, ha? Hali tish buzmagan. Akalar. Buzgan bo'lsa ham hali chiqargan yo'q ikkita tishini. Hop, o'kini ko'rganimizda tish buzgan yo'q edi. Bo'zat tishida turadi. Hop, akalar, xudo xolasa Ilhom akamning xonadonida biz. Ilhom aka, dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Bo'lsa, endi kelishlar-da. Vohaga kelishlar. Xo'p, akalar. Buni bo'ladigan narxini aytamiz endi. Videoda ko'p cho'zmaymiz-da. Mana akalar, orqadan ko'rinishlar. Ovozimiz. Qiziqadiganlar aloqaga chiqaverasizlar. O, eshak. 31 million deyapman, kami bor. 31 million kami bor. Kamaytirib beramiz. Hop. Aytganiga sotmaymiz. Xo'p, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Vohalarga kelishilgan holatda chiqarib yuboraverasiz. Bu 450 tepasida. 450 kilo. 450 kilo tepasida besi deyapti akalar. Bular unaqa-ku, toshni yaxshi bosadi bular. Besi yaxshi aytadi deyapti. Akalar, xudo xolasa yeb ichishni zo'r. Borgandan keyin takror aytaveramiz. Xonadondan olsalaring akalar, manzil aniq bo'ladi, yeb ichish aniq bo'ladi, kasal tegmagan bo'ladi. Kasal tegmagan aka? Kasal umuman tegmagan. Emlanganmi aka? Emlangan. Yashurga qarshi, hammaga qarshi emlangan akalar. Xudo xolasa borgandan keyin aytaveramiz, takrorlayveramiz. Akalar, borgandan keyin yeb ichishini abzatini ko'rib, tekshirib olinglar. Yemayaptimi, ichmayaptimi o'sha zahoti, momentida qaytaringlar.
Havodan yuqadigan kasalliklarga hech kim javob bermayapti akalar. Xudo xolasa men sizlar tomondaman. Obunachilar tomondaman. Mani kanalimdan olsalaring men ham xursand bo'laman, yaxshi bo'ladi. Mani kanalim ham rivojlanayotganida natija bo'ladi. Olsalaring. Akalar, bo'ylari 125, 124 yolaveringlar. Xudo xolasa yeb ichib turgan. Manzilimizni yana qaytarib o'taman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani, Xonobod qishlog'ida biz akalar. Akalar, qo'shnimi Novvosi. Ishonarli. Telefon nomerini qo'yib ketaman, telefon qilaverasizlar. Mana akalar, joning sog' bo'lgur, kipriklarini qaranglar. Kipriklarini qaranglar, oq kiprik. Maza qilib boqasizlar, boqsalar, uruqqa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Maza qilib boqasizlar. Akalar, opalar, obuna bo'lganlar obuna bo'lib, bir donadan like tugmachasini bossalaring, sizlardan minnatdor bo'lgan bo'lardik. Bundan da chiroyli kontentlar chiqarishda davom etamiz akalar. Telefon nomerimiz og'zaki aytib o'tib ketamiz. 93li 226 0688 ga aloqaga chiqaverasizlar, jigarlar. 25 soat aloqaga chiqadi. 25 soat telefon qilaverasizlar. Sotilib ketdimikin demanglar. Telefon qilaverasizlar. O orqalarida ham buqalari bor. Ashini bo'lsa ham bering deb olaverasizlar. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hammalaring chorvalaringga baraka bersin. Bizni podдержка qilayotgan akalarimizga, opalarimizga ming rahmat. Akalar, obuna bo'lganlar obuna bo'lamiz. Hammalaring kun xayrli o'tsin. Ro'za Ramazon oyi fayzli, barakali kelgan bo'lsin akalar. Ro'zador akalarimizga, opalarimizga Allohim sabr toqat bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz akalar. Sog' bo'linglar.